Bugun tarix yoziladigan kun. Bir tomonda futbol afsonalari yurti Portugaliya, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes va yulduzlarga boy jamoa. Ikkinchi tomonda esa yuragida g'urur, ko'zida orzu va millionlab muxlislarning duosi bilan maydonga tushadigan O'zbekiston. Ha, raqib kuchli, ha, dunyo Portugaliyani favorit deyapti. Ammo futbol faqat nomlar o'yini emas, futbol yurak, ishonch va matonat o'yini. Bugun O'zbekiston yigitlari dunyoga yana bir bor o'zbek futbolining kuchini ko'rsatish uchun maydonga chiqadi. Har bir to'p uchun kurash, har bir vaziyat uchun jang va oxirgi soniyagacha davom etadigan iroda. Houstondagi stadiondagi bo'lib o'tadigan ushbu bahs millionlab yuraklarni birlashtiradi. Ey O'zbekiston, bugun sen yolg'iz emassan, sening ortingda butun xalq turibdi. Maydonda 11 nafar futbolchi bo'lishi mumkin, ammo ularning ortida millionlab o'zbeklarning yuragi uradi.